Ana do'stlar, 27 aprel Fransiya Lyon shahrini atroflaridaman, zapravkada. Ana shunday ko'rinishda bo'ladi zapravkalar. Endi aytib o'tganimday, ana bu suv mana. Fransiya shahridaman, davlatida. Ana endi sekin yana reportajlarni olib borishni boshladim. Mana ko'rib turganingizday mashinalarda biza shunaqa mana zapravkalar ko'rib turibsizlar. Ana shu yerda biza mashinani olib kelib qo'yganmiz. Xullas ishni yangitdan boshladim. 2025-yil 27 aprel do'stlar, Fransiya Lyon shahrining atrofi. Har kungi hayot davom etyapti. Ertadan dushanba kunidan yuradi furalar. Hozir yurmaydi, shanba bozor aytganimdek. Shunaqa. Ob-havo yaxshi, kecha yomg'ir edi. Lyonda, Fransiyada. Ana ko'm-ko'k, tabiatiga gap yo'qda. Tabiatiga gap yo'q prosta. Yomg'ir ko'p. Men endi sekin ovqat qilishni boshlayapman do'stlar. Kirlarimni mana yuvib qo'yganman. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunaqa. Mana mashinalar. Ana bu bizning mashin mana. Kecha qabul qilib olganman mana. Pritsepi. Tushundinglarmi? Mana bu yerda ovqatlarni boshlab borganman ertalabdan. Mana. Hozir bunga tashirakni tashlaymiz mana, qaynab yotibdi. Ya qurib qopti-ku bu. Shoshmanglar. Qurib qopti. Ana hozirroq suv qo'ydik yana. Hozir qaynasin, sho'rvasini ichib olamiz. Mana undan tashlab olamiz hozirlikda. Go'sht, qo'y go'shti olganman kecha. 24 yevroga. Ana shu bizning mashinalar mana, furalar. Mana kech qabul qilib olganman. Ana shunday taxlangan holatda turadi furalar. Ko'ryapsizlarmi? Hey do'stlar. Mana shunaqa gaplar. Ana bu Polyak jo'ramiz Polshadan. Bratan. Можно видео? O'zbekiston. Okay?